Kelin, bu yoqqa qaravaring. Nima deysiz oyijon? Bolam ozgina uy ishlariga qarashib borsangiz bo'lardi. Idishlar yig'ilib ketibdi, hamma yoq iflos bo'lib ketibdi. Ishga ketishdan oldin shunaqa ishlaringizni qilib ketsangiz bo'lmaydimi? Men ishlaymi, yo uyda ishlarni qilaymi? O'g'lingiz tayyor bo'lib turdiganlar, o'g'lingiz bilan ketib olishim kerak-ku. Mehruz shodtamiding? Ha, keling ona. Mehruz bolam, belimda grijam bor, bilasan. Hamma ishlar o'zimga qolib ketyapti. Bu uchastkalarning ishlarini eplolmayapman. Ertalab turib er-xotin qarashib ketsanglar bo'ladi-yu ishlarga. Siz ham o'ynab yurgan o'zi yo'q-ku. Keliningiz ham ishdan charchab keladi. Endi uy ishlarini o'zingiz amallab turing. Assalomu alaykum ona. Voy bolam, kel. Nima qilyapsiz? Yaxshimisan? Belingizda grijingiz bo'lsa, shamolda yotgan bo'lsangiz, kelin qani? Ukam qani? Kelinam, ukenam ishga ketishgan edi, mayli. O'zim sekin-sekin dam olib qivirarman bu ishlarni. Nuqul shularni yonina olasiz. O'g'lingiz ham, keliningiz ham odam bo'lmaydi. Mehmonlar kelib qopti-yu. Ukam, pul topishga topsan-u, onamni xor qilib qo'yibsan-da. Masalaga xizmatkorlikka tashlab ketganmidim onamni? Kelin, bu nima qilganingiz? Bu uy ishlarini o'zingiz qilsangiz bo'lmaydimi? Ertaga bu qaytar dunyo. Ertaga o'zingiz ham o'g'il uylantirasiz, kelin olasiz. O'ziga o'xshagan kelin uchasa olib bergan bo'larmidingiz? Uy ishlarini o'zing qilsang bo'lmaydimi? Hayfsandagi kelinga. Onamni bir kun ham saldan oldingda qoldirmayman. Sen ukam atlas lozim kelmagan. Tushundingmi?